Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Isro va Mi'roj bayoni. Va haqqun amru mi'rajin va sidqun fafihi nassu akhbarin avali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Mi'roj ishi haq va rostdir. U haqida oliy, isnotli xabarlarning bayoni bo'lgani sababli. Nazmiy bayoni. Mi'roj voqeasin haq va rost deb bil. Oliy xabarlarda kelgandir dalil. Matn sharhi. Ushbu baytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridagi eng ulug' hodisalardan biri Mi'roj voqeasi to'g'risida sahih xabarlarda bayon qilganidek e'tiqod qilish lozimligi aytilgan. Isro va Mi'roj voqeasi to'g'risida alohida kitoblar ham yozilgan bo'lib, ularda ushbu voqea haqidagi ma'lumotlar batafsil bayon qilingan. Isro lug'atda tungi sayr ma'nosini bildirsa, shar'iy istilohda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Makka shahridan Quddus shahriga qilgan tungi sayrlari Isro deyiladi. Mi'roj Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Isrodan so'ng o'sha kechaning o'zida Masjidul Aqsodan oliy samolarga, keyin Sidratul Muntahoga ko'tarilishlari, so'ngra o'sha kechaning bir qismining o'zidayoq Baytul Maqdisga qaytishlaridir. Mi'roj lug'at jihatidan narvonga o'xshash ko'tarilish asbobi ma'nosini anglatadi. Lekin uning qanday narsa ekani noma'lumdir. Uning hukmi ham boshqa g'aybiy narsalarning hukmi kabi bo'lib, shakl va holati qandayligini bilishga urinib, aqlni qiynash durust emas. Ammo istilohda ko'tarilish ma'nosidagi masdariy ma'nosi iroda qilingan bo'ladi. Isro va Mi'roj haqida ikkalasi bir kechada bo'lganmi yoki boshqa kechada bo'lganmi? Qaysi biri avval bo'lgan? Uyg'oqlikda bo'lganmi yo uyquda bo'lganmi? Yoki ba'zisi uyg'oqlikda va ba'zisi uyquda bo'lganmi? Bir marta bo'lganmi yo ikki marta bo'lganmi yo ko'p marta bo'lganmi kabi turli fikr mulohazalar bildirilgan. Bunday turli qarashlar Isro va Mi'roj kechasi haqidagi rivoyatlarda bayon qilingan voqealar sababli kelib chiqqan. Ana shunday voqealardan biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarlarni ko'rganlari haqidagi xabardir. Bu haqida quyidagicha mulohazalar bildirilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Isro va Mi'roj kechasida payg'ambarlarni ko'zlari bilan ko'rganlari rivoyat qilingan. Yana u zotning barcha payg'ambarlarni samoda ham ko'rganlari zikr qilingan. Shunga ko'ra ba'zilar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tunda sayr ettirilishlari uyquda bo'lgan deyishib, sahih xabarlarni rad etishgan. Chunki ular vazmin narsaning yuqoriga harakatlanishini va o'likning tirilishini odatga xilof deb bilishgan. Ulamolar esa mazkur sahih xabarni qabul qilish lozimligini ta'kidlaganlar. Zero vazmin narsaning yuqoriga harakatlanishi xuddi tushishi kabi bir jarayondir. Jabroil alayhissalom yengil bo'lishlari bilan birga yerga tushganlar. Xuddi shunday Muhammad alayhissalom ham vazmin bo'lishlari bilan birga yuqoriga ko'tarilganlar. Osmonlar va yerni ustunlarsiz tutib turgan zotning hikmati shuni taqozo qilishining hech qanday ajablanarli joyi yo'q. Alloh taoloning qudratiga vazmin narsani o'sha darajalarga ko'tarishi qiyinlik tug'dirmaydi. Shuningdek, payg'ambarlarni tiriltirib, ularni xilma-xil o'rinlarda va turli vaqtlarda u zotga ko'rsatishi ham joiz ishlardan hisoblanadi. Imom Jaloliddin Suyuti Isro va Mi'roj haqida quyidagilarni yozgan. Mufassirlar, muhaddislar, fuqaholar va mutakallimlarning barchalari Isro va Mi'rojning uyg'oqlikda bir kechada bo'lganiga ittifoq qilganlar. Bu haqida ochiq-oydin sahih xabarlar kelgan.
Qur'oni Karimda shunday xabar berilgan. Astaizu billah. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsallazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Sadaqallohul azim. O'z bandasi Muhammadni unga mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidi Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilgan Masjidi Aqsoga tunda sayr qildirgan zotga tasbih aytilur. Isro surasi 1-oyat. Tasbih ulug' ishlar qarshisida aytiladi. Oyatda subhana deya tasbih aytilmoqda. Agar mazkur voqea Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uxlayotgan paytlarida sodir bo'lganida, bu ishda alohida bir ulug'lik bo'lmasdi. Quraysh ham buni birdan inkor qilishga oshiqmas edi. Zero banda ruh va jasaddan iborat. Agar mazkur voqea u zotning uxlagan paytlarida faqat ruhlariga bog'liq holda sodir bo'lganida edi, oyatda bandasini deb emas, balki bandasining ruhini deb aytgan bo'lardi. Qolaversa, bu aqlan ham to'g'ri emas. Chunki u zot buroqqa mindirilganlar. Buroqqa esa ruh mindirilmaydi, balki badan mindiriladi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.